Aholi punkti. Kirish va chiqish yo'llari 522, 523, 524, 525 yo'l belgilari bilan belgilangan hudud. Aholi punkti ikkita alomati bilan tavsiflanadi. Imoratlar qurib obod qilingan hudud, shahar turidagi manzilgoh, qishloq va hokazoning mavjudligi hamda ushbu hududga kirish yo'llarining 522 yoki 524 aholi punktining boshlanishi va undan chiqish yo'llarini 523 yoki 525 aholi punktining oxiri axborot ko'rsatkich belgilari bilan belgilab qo'yilishi. Oq asosdagi 522 belgisi qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilovchi talablari amal qilishini bildiradi. Qoidalarda aholi punktlarida amal qiladigan bir qator talablar keltirilgan. Ko'k asosdagi 524 belgisi mazkur aholi punktidagi ushbu yo'lda qoidalarning aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilovchi talablarga amal qilinmasligini bildiradi. Ushbu belgi yo'l qishloqqa o'xshash aholi punkti orqali o'tadigan hollarda o'rnatiladi. Bunday joylarda imoratlar yo'ldan nisbatan uzoq joylashgan bo'ladi. Piyodalar harakatlanishi esa uncha ko'p bo'lmaydi. Ammo ushbu yo'ldan chetga chiqib ketishda, masalan, o'ngga burilgandan so'ng haydovchi o'sha aholi punktidagi boshqa yo'llarda qoidalarning 522 belgisi o'rnatilgan aholi punktlarida harakatlanish tartibini belgilovchi talablarga amal qilishi kerak.